Assalomu alaykum. Men Sabina Ismailova, Shovot ixtisoslashtirilgan maktab internatining o'quvchisiman va sizlarga maktabimiz va uning tashqi imkoniyatlari haqida ma'lumot berib o'tmoqchiman. Maktabimiz Shovot shahrida qulay va osoyishta hududda joylashgan. Atrof muhit juda chiroyli. Yashil daraxtlar, gullar va ob-havo o'rganish, bilim olish uchun qulay imkoniyatlar yaratadi. 2020-yildan maktabimizning innovatsion o'quv jarayonlarini tashkil etish va zarur infratuzilmalarga ega bo'lgan zamonaviy kampusini barpo etildi va bu kampus 32,000 metr kvadratni o'z ichiga oladi. Hamda xuddi o'sha yili Xiva shahridan Al-Xorazmiy bobomizning haykali maxsus tarzda olib kelindi. Tashqi imkoniyatlarga keladigan bo'lsak, bizda futbol maydoni, basketbol va voleybol maydonchalari mavjud. Albatta, sport bilan shug'ullanish barcha uchun foydalidir. Qo'shimchasiga, maktab hovlisida o'quvchilar dam olishlari yoki uy vazifalarini bajarishlari uchun o'rindiqlar joylashgan. Umuman olganda, bizning maktabimiz o'quvchilarning ilm olishi, sport bilan shug'ullanishi va o'zlarining bo'sh vaqtlarini mazmunli o'tkazishi uchun muhim imkoniyatlar yaratadi. Maktabimizda boshqa viloyatlar va tumanlardan kelgan o'quvchilar soni ko'pchilikni tashkil etadi. Shuningdek, bizda 3 ta yotoqxona bloklari, oshxona va uning orqa tomonida xorijdan kelgan o'qituvchilarimiz uchun mehmonxonalar joylashgan. Maktab hududida 360 nafar o'quvchiga mo'ljallangan 3 ta yotoqxona bo'lib, ularning barchasi alohida, ya'ni qizlar uchun, o'g'il bolalar uchun 2 ta alohida yotoqxonalar mavjud. Ko'rib turganingizdek, yotoqxonalar zamonaviy qulayliklarga ega bo'lib, o'quvchilarning ta'lim olishi uchun yetarlicha jihozlangan va o'quvchilar bu yotoqxonada 5 kunlik o'qish davomida qolishadi va dam olish kunlari o'z uylariga ketishlari mumkin. Oshxona 360 o'quvchiga mo'ljallangan bo'lib, u yerda jami umumiy va 2 ta kichik ovqatlanish xonasi hamda ovqat tayyorlash xonasi, ovqat tarqatish xonasi, go'sht, sabzi va shunga o'xshash mahsulotlar saqlanadigan xonalar mavjud. Maktabimizda ratsion 5 xil turga mo'ljallangan bo'lib, nonushta, tushlik, peshingi choy, kechki choy hamda kechki ovqatlarga bo'linadi. Hamda maktabimiz oshxonasi juda qulay sharoitlarga ega bo'lib, u yerda har kunlik menyu tuzib boriladi, ya'ni o'quvchilar kundalik qanday ovqat iste'mol qilishlarini ko'rib borishlari mumkin. Bugun sizlar bilan birga bizning faxrimiz bo'lmish Shovot tuman ixtisoslashtirilgan maktab internatining ichki qismi bilan tanishib chiqamiz. Bu joy nafaqat bizga bilim beradigan maskan, balkim uning har bir g'ishtida mehnat, ezgu niyat va oliy maqsad yotibdi. Marhamat, maktabimizning ichki qismiga nazar tashlaymiz. Maktabimizga tashrif buyuruvchilar va bu maktab haqida ko'proq ma'lumot olishni xohlaganlar uchun maktabimizda kichkina tarixiy muzey tashkil qilingan. Marhamat, tomosha qilishingiz mumkin. Maktab o'quv binosining birinchi qavatida 12 ta xona mavjud bo'lib, 8 tasi o'quv xonasi, 3 tasi laboratoriya xonasi va bittasi metodik xona hisoblanadi. Ikkinchi qavatida esa 12 ta xona mavjud bo'lib, 2 tasi informatika xonasi, 3 tasi matematika xonasi, 3 tasi ingliz tili xonasi, 2 tasi fizika xonasi, bitta rus tili va bitta metodik xonalar bor. O'quvchilarimizni erishgan yutuqlarini boshqalarga o'rnak sifatida ko'rsatish uchun ularning sertifikatlari namuna sifatida ilib qo'yilgan. Binoning foyer qismining birinchi qavati 9 ta xonadan iborat bo'lib, 2 ta ma'muriy xona, bitta umumiy garderob, bitta kutubxona va bitta o'quv zali va jismoniy tarbiya bloki mavjud. Ikkinchi qavatida esa direktor xonasi, hisobchi xonasi, tibbiyot xonasi, 2 ta o'qituvchilar uchun mo'ljallangan xona, yetakchilar xonasi va psixolog xonalari mavjud. Maktabimizda o'quvchilarimiz bilimlarini mustahkamlashi va o'rganganlarini amaliyotda qo'llashlari uchun laboratoriya tashkil etilgan. Bu ko'rib turganingizdek biologiya laboratoriyasi. Bu yerda ko'plab maketlar va ko'plab namunali qurollar berilgan bo'lib,
ular orqali o'quvchilar o'zlariga kerakli bo'lgan bilimlarni yanada chuqurroq o'rganib olishlari mumkin. Bu esa fizika laboratoriyasi. Bu yerda o'quvchilarimiz o'z bilimlarini sinab ko'rishlari uchun hamma sharoitlar yaratilgan. Bu esa bizning kimyo laboratoriyamiz. Bu laboratoriyaning uchinchisi bo'lib, bu yerda ham o'quvchilar uchun kerakli sharoitlar yaratilgan. Hammasi xavfsizlik choralariga ko'ra sharoitlar ham ta'minlangan. Maktabimiz kutubxonasida 3000 dan ziyod kitoblar mavjud bo'lib, ular turli mavzu va janrlarga oid. Bu maskan o'quvchilarimizning sevimli maskani deb aytsam adashmagan bo'laman. Chunki bu yerda juda ko'p sharoitlar mavjud. Jumladan, bu xona juda ham shinam va qulay. Ustiga ustak, bu yerda internet tarmog'iga ulangan kompyuterlar ham mavjud. Ular orqali biz juda ham ko'p ishlarni amalga oshirish mumkin. Ular haqida hozir batafsil gapirib beraman. Kompyuterlarimizning barchasi internet tarmog'iga ulangan va ularning barchasida O'zbekiston Respublikasining markaziy kutubxonasiga kirish huquqi mavjud. Bu bizga juda ham qulay, chunki biz xohlagan vaqtimizda kutubxonamizda mavjud bo'lgan kitoblarni elektron variantini yuklab olib, ulardan foydalanishimiz mumkin. Bundan tashqari, internet tarmog'iga ulangan kompyuterlar bizga loyiha ishlarida juda ham qo'l keladi. Biz ular orqali ilmiy maqolalar, professorlarning fikrlari va shu kabi kerakli materiallardan foydalanishimiz mumkin. Keling, sizlarni maktab internatimizdagi o'quv jarayonlari va o'quv dasturlari bilan tanishtiraman. Maktab internatimizda oliy malakali va o'z ishiga sodiq mutaxassis va pedagoglar o'quvchilar bilan shug'ullanib, ularga o'z imkoniyatlarini ko'rsatish uchun katta yordam berib kelishmoqda. Maktab internatimizda 5-11 sinf o'quvchilarini qamrab olgan bo'lib, maktab internatimiz fizika, matematika va ingliz tili darslariga va fanlariga ixtisoslashtirilgan. Ixtisoslashtirilgan maktab internatimizda ushbu matematika, fizika, ingliz tili fanlari chuqurlashtirib o'tilishi bilan birga o'qituvchilarimiz yangi texnologiyalardan foydalangan holda o'zlarining bilim malakalarini o'quvchilarga bemalol ulasha oladilar. Ko'rib turganingizdek, sinf xonalarimiz turli xil yangi texnologiyalar bilan jihozlangan va zamon talablariga mos o'quv qurollariga ega. Har chorakda o'quvchilarning bilimlarini monitoring qilish uchun choraklik summativ baholash va bo'lim so'ngidagi baholash imtihonlari olinadi o'quvchilardan. Bu o'quvchilarning bugungi kundagi kamchilik va yutuqlarini ko'rishda maktab internatimiz ma'muriyatiga juda katta yordam berib kelmoqda. Maktab internatimiz ma'muriyati shuningdek nafaqat o'quvchilarning bilim olishi, balki ularning kelajakda zamonaviy kadr, jamiyat va millat uchun kerakli inson bo'lishlari uchun xizmat qilmoqda. Va shuni aytish kerakki, bugungi kunda maktab internatimizda o'quvchi va o'qituvchilar orasida, maktab internat xodimlari orasida hurmat tamoyiliga asoslanadi va dars jarayonlari ham aynan ushbu tamoyillar asosida o'tiladi. Aytib o'tishim joizki, aynan ushbu bo'layotgan islohotlar maktab internatimizning rivojlanishi uchun juda katta samara berib kelmoqda. Let's see our English classes too. We don't have not only local teachers, but also we have international teachers. They always support our students and teachers. They try to give their knowledge to the students, and also they want to show
their interest to the subject and try to interest our students to their subjects also. I should say that Mr. Rahman is the best part of our school because he always gives his knowledge to the students with some kind of energy. Do you think it's over? No. Now, there is a long way to go. Remember, lots of things coming up, and one of them is the balloon magic. What are we going to do? In balloon magic game, Mening ismim Shakatosh Shodlikbek va men Shovot tumani ixtisoslashtirilgan maktab internatining 11-sinf o'quvchisiman. Men ushbu maktab internatda 9-sinf paytimdan beri ta'lim olib kelmoqdaman. Ushbu yillar davomida men matematika fanini chuqur o'zlashtirdim va bir nechta natijalarga erishdim. Xususan, IELTSdan 7 ball, SATdan 1390 ballni qo'lga kiritdim. 2024-yilgi Xorazm viloyati stipendiyasi tanlovining stipendiyasi ham hisoblanaman. Ushbu natijalarimning barchasi maktabimizda tashkil etilgan tugaliklarning mahsuli deb hisoblayman. Men ushbu tugaliklarda qatnashish orqali ushbu natijalarga erishdim va kutamanki, ustozlarimiz kelajakda bundan yuqori natijalarga erishadi. Maktab internatimiz aniq fanlarga, ya'ni matematika va fizika fanlariga ixtisoslashtirilgan bo'lib, bizga hafta davomida oliy ma'lumotli ustozlar tomonidan matematika va fizika fan tugaliklari o'tiladi. Xususan, matematika fan tugaligi dushanba va chorshanba kunlari olib borilsa, fizika fan tugaligi seshanba va payshanba kunlari olib boriladi. Bularning barchasi o'quvchilarimizga matematika va fizikani bir vaqtning o'zida chuqur o'rganishlari uchun yaratilgan. Va bizning maktab internatimizda ingliz tili fani ham chuqur o'zlashtiriladi. Ya'ni maktab internatimizda elementary, intermediate va advanced kabi ingliz tili kurslari bo'lib, ularning har biri 3 oy muddatdan iborat. Ya'ni maktab internatimizda har bir o'quvchi ushbu kurslarni tugatish orqali 1 yil davomida ingliz tili fanini chuqur o'zlashtirishlari mumkin bo'ladi. Va yil yakunida IELTS, TOEFL, CEFR va multi-level kabi imtihonlar topshirib, o'z bilimlarini tekshirishlari mumkin bo'ladi. Maktabimizga qabul qilingan o'quvchilarga akademik murabbiylar, ya'ni kuratorlar belgilanadi. Kuratorlar o'quvchilar haqidagi zaruriy ma'lumotlarga ega bo'lishadi va ularning fan o'qituvchilari, ota-onalari bilan doimiy aloqa o'rnatishadi. Bu esa o'quvchining kelajakdagi yutuqlarga erishishda yana bir muhim rol o'ynaydigan omillardan hisoblanadi. Bizning maktabimizda ertalabki darslardan tashqari tushdan keyin 17:00 dan 21:00 gacha qo'shimcha dars mashg'ulotlari belgilab qo'yilgan. Bu esa o'quvchilarning o'z tengdoshlari bilan kun davomida o'rgangan bilimlarini mustahkamlashiga va bir-biri bilan fikr almashishda juda ham muhim hisoblanadi. Assalomu alaykum. Mening ismim Ahmedov Ibratbek. Men Shovot tumanidagi ixtisoslashtirilgan maktab internati 11-sinf o'quvchisiman. Ushbu maktabda 9-sinfdan beri tahsil olib kelmoqdaman. Bugungi kunda maktabimizda o'quvchilarni turli xil fan olimpiadalariga tayyorlashga alohida e'tibor qaratilmoqda. Maktabimiz o'quvchilari har yili asosiy fan olimpiadalari, STEM fan musobaqalari va turli xil robototexnika olimpiadalarida faol ishtirok etib, munosib o'rinlarni qo'lga kiritib kelishmoqda. Shaxsan men 2023-yil o'tkazilgan asosiy fan olimpiadalarining viloyat bosqichida ingliz tili fanidan 1-o'rinni, 2024-yilda esa 2-o'rinni qo'lga kiritganman. Maktabimizda olimpiadada ishtirok etishni istagan o'quvchilar uchun dars mashg'ulotlaridan keyin chuqurlashtirilgan fan to'garaklari o'tkaziladi va bu to'garaklarda har bir o'quvchiga individual tarzda yordam ko'rsatiladi. Hamda maktabimizda o'quvchilarning iqtidori va qiziqishlaridan kelib chiqqan holda turli xil iqtidorli o'quvchilar guruhlari tashkil etilgan. Men Shamat va Sarnoz matematika fizika ixtisoslashtirilgan maktab internatining 11-sinf o'quvchisiman. Men 9-sinfda bu maktabga imtihon orqali qabul qilinganman va o'sha ondan boshlab hayotimda yangi sahifa ochilganini his qilganman. Chunki bu maktab menga nafaqat kuchli ta'lim asoslarini, balki orzularim sari dadil qadam tashlashim uchun zarur bo'lgan qat'iyat, ishonch va boshqa imkoniyatlarni berdi. Bugungi kunda asosiy yutuqlarimdan biri matematika milliy sertifikatidan A+ darajani qo'lga kiritganimdir. Bundan tashqari, IELTSdan 6,5 ball, SATdan 120 ballni to'plaganman. Yana shuni faxr bilan ayta olamanki, Yangi O'zbekiston universitetining amaliy matematika yo'nalishiga to'liq 100% to'lovni qoplab beradigan 4 yillik grantni yutib oldim. Maktabimizda yaratilgan shart-sharoitlar, o'qituvchilarimizning tinimsiz mehnati va ta'limga qaratilgan chuqur e'tibor buning asosiy sababchisi deb o'ylayman. Mening ismim Samigullayev Farruh, 10-sinf o'quvchisiman. Maktabimda turli xil IELTS kurslari tashkil qilingan va shu kurslarga qatnashish orqali men IELTSdan 8 ballni qo'lga kiritdim. Bu kurslarda o'quvchilar o'zlarining listening, reading, writing va speaking mahoratlarini oshirishadi. Agar kimda kim 8 ballni qo'lga kiritishni xohlasa, maktabimga taklif qilib qolaman.